Belorussiya prezidenti Lukashenko tunigan Rossiya bilan Ukrainaning murassa qilishi kerakligini bildirgan bo'lib, Lukashenko Al Arabiya televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda, jang maydonida g'alab qilishning ikki taraf uchun amaliyotga uyg'un emasligini, biroq Rossiya armiyasining yanada ilgarilayotganligini aytib, bugun biz murassa qilish orqali tinchlik kelishim hosil qilish uchun har qanday tadbir qo'llanishimiz kerak. Har ikki taraf buni to'nib yetishi kerak. Sizlar uzunga ma'lmaysizlar. Vaziyat texnik ig'irlashyotdi. Agar buni jangchilarning va ularning qo'llovchilarining idisiga singdirsak, murassa hosil qila olishimiz mumkin degan. Lukashenko yana Ukraina va Eron to'qinishida harbiy hal qilish mumkin emas degan hukm yakunlandi. Har ikki tarafning harbiy hal qilish chorasi yo'q. Navbatda har ikki taraf askar kamchil bo'lishga duch keldi degan. Belorussiya Rossiyaning 2022 yili Ukrainaga umumyuzlik tajovuz qilish uchun o'z zaminini ishlatishga yo'l qo'yish bilan birga Moskvaning o'z tuprog'ida yadro qurollarini o'rnashtirishga yo'l qo'ygan. Undan boshqa Lukashenko ko'p qatam Belorussiya armiyasining Ukraina to'qinishiga qatnashmaganligini bildirish bilan bir vaqtda Rossiya bilan Belorussiyaning o'rtaq o'zini qo'daydiganligini bildirgan. Rossiya Tunigan kechda Rossiya Ukrainaning ko'p qism rayonlariga yana bir qatam keng ko'lamli boshqarilgan bomba va tizgi uchqu hujum qo'zg'agan bo'lib, bu qatimqi hujumda 600 atrofida tizgin uchqu va ko'p xil chorlovchi boshqarilgan bomba ishlatilganligi ilgari surilmoqda. Hujum natijasida Ukrainaning har qaysi fuqarolar va madaniyat yodgorliklari buzg'unchilikqa uchragan. Ukraina hukumat manbalari Moskvaning Ukraina miraslari va tarixini yo'qotishga uringanligini ayblagan. Rossiyaning hujumi jarayonida Ukrainadagi qadimgi chirkov hujum uchragan bo'lib, Zelenskiy bu haqda bu Rossiyaning hozircha xristian madaniyatiga qartilgan eng chong jinoyatlarning biri degan. Ukraina amaldorlari bo'lsa Putin chirkovga zarba berish orqali o'zining ismini tarixdagi eng qo'rqinchli yovvoyi odamlar tizimligiga mangu qoldirdi degan. Rossiya davlat mudofaa ministrligi tunigan kechdagi bu hujum haqida bu harakatning Ukrainaning terrorlik harakatiga qarshi inkas deb qaraydiganligini bildirgan. Amerika manbalari qaraganda tunigan Kaliforniyadagi bir havo armiya bazasidan uchib chiqqan B-52 bombardimonchi aeroplan tushib ketib, cho'ng otobda yuz bergan bo'lib, taratqular bu voqeada 8 odamning o'lganligini xabar qilgan. Manbalar qaraganda bu aeroplanda harbiy xodimlar, hukumat amaldorlari va fuqarolar quruvchilarining borligi ilgari surilmoqda. Manbalar yana bu aeroplanning Los-Anjelesning shimoliga 95 kilometr keladigan Edvards havo armiya bazasida odatdagi sinaq vazifasi jarayonida tushib ketganligini, shundaqla bu bazaning Amerika armiyasining muhim harakat markazlaridan biri ekanligini o'tirib qo'ygan va bu voqeadan keyin munosabatli organlar bexatarlik tekshirishni boshlagan. B-52 aeroplan ig'ir tipdagi bombardimonchi aeroplan bo'lib, 1954-yili tunji qatam uchishni boshlagan va dastlabda Sovet ittifoqi bilan urush qilish uchun loyihalangan. Shuningdan keyin aeroplan hozircha davomli yangilanib kelmoqda.